Assalamu alaikum hurmatli fermerlar ham dehqonlar. Mine hozir Qo'shayli rayonida turibmiz. Qo'shayli rayonida bu yilgi chigit egu bu mafazi boshlangan Qo'shayli rayonida 5500 gektar maydonga chigit egu жұмыстары olib boriladi. Hozir Firjan Qalmuratdagi klaster yerindemiz. Qo'shayli agro Fayz agro klasterning yerindemiz. Mine Qo'shayli hozir chigit egu жұмыстары boshlanib ketgan. Xitoyning Xilli Zon 78 degan sortda yegilib o'tirgan ekan. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanib, mineki traktorlarimiz, ko'rib turgan traktorimiz mineki avtopilot bilan uskunelengan ekan. Ağamız hozir Qurmonboy ağamız bu haqida tushuntirib beradi. Biz o agro klasterning agronomi. Agronom ham injener. Bunun afzallıkları qanday bu? Bugün fermerlarimiz uchun hozir жаңалық bizda, prezidentimizning boshqarmasidan ko'plagan texnologiyalar chet eldan kirib kelyapti bizga hozir elimizga. Bu afzallıklar qanday buning? Biz o'tgan yillarning klassida boshqalarda siz avtopilot bilan avtopilot degan burun ayor qimmatga qo'yadigan edi. Hozir buni biz kecha 45 millionga qo'ydirdik. Bir avtopilotning o'zi 45 million. Yeni bu traktor akademimiz o'zinde monitorum var. Monitorum bo'yicha bizni düzgün yeb baslaydi. Traktor o'sha o'rolda ustamaydi. O'tiradi. Basra kelganda aylanib bersa, qaytadan o'zi monitor ko'rsatib, durjuk yo'lda so'ngra yeb ketaveradi. Barni basa barib kecha bo'ldi. Tek o'rolda ustamaydi. Xatoda tushib yursa deb bo'ladi. Tushib yursa deb bo'ladi. O'rolda ustamaydi hech vaqt. Buni bir yaxshi yeri biz burun qadimgi selgida yegitgan edik. O'sha basa ana basqa boraman deguncha to'g'ri bir selchik bo'ladi dedi. Aha. Onun qadimgi siyxoz meniki tashkil o'zimiz chiqargan ekan. Ona ko'p odam ayday olmaydi o'ynadi. Shu bir selka aydab chiqarsa, shu o'zi tasavvur qiladi. Tek bir qaniga bo'ladi. Bir qaniga o'lam aydaydi. Rayon kolxoz bo'yicha. Hozir mana Lyoboy tek ana baradi, hozir ishlamay o'zini tushib ko'rasizlar. Bu ketaveradi, keladi bo'lgan. İlk mana kultivator yurganimizda bunun yegilganda kultivator kesib bildirib bo'ladi dedik. Hozir mana da toshni yegilgan yerga kultivator tosh tushib ketaveradi. Hiç vaqt yo'q. Men shu neden chiqib foydalanib aytar edim. Fermer xo'jaliklarına, ularning bir tadbirkorlar, ularning shunday 45 million degandan aytıyor narsa bir yeti asıl bir meşhur chiqadi. So'ng har qaysi traktorni o'zi o'rnatsa, qaqta yegudi. Yerda kultivator ustida hech vaqt qiynalmas edi. Qiynalmaydi. Qiynalmas edi, hech vaqt qiynalmas edi. GPS ham o'rnatilgan, ya? GPS avtopilot degan so'z GPS sputnik orqali. Sputnik oladi. Afzallıklar ko'p. Nemirlerimizga meni usunib qolamiz. Avtopilotdan foydalanib istese, xaligan adam selgida yega oladi deydi. Misol uchun oldin bir qaniga bo'ladigan bo'lsa, endi az bo'lgan hech qanday qaniga kerak emas. Traktorda o'tirsa bo'ldi, rolni burib bersa bo'ldi deydi. Avtopilotning o'zi boshqaradi ekan. Bizlardan uzoqlashmang, podpisatsiya etib qo'ying kanalimizga.